Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi O'zbekiston Respublikasining yetakchi tibbiy muassasalaridan biri bo'lib, dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya sohalarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Markaz aholiga zamonaviy va ilmiy asoslangan tashxislash va davolash usullari bilan xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish markazning asosiy faoliyatlaridan biridir. Jumladan, markaz quyidagi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadi: dermatologiya, teri kasalliklarini tashxislash va davolash; venerologiya, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni davolash va profilaktika qilish; kosmetologiya, estetik muammolarni bartaraf etish, jumladan yuz va tana parvarishi bo'yicha ilg'or muolajalar; mikologiya, zamburug'li kasalliklarni aniqlash va davolash; plastik jarrohlik, tashqi ko'rinishni yaxshilashga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari; soch ekish, soch yo'qotish muammosini hal qilish; podologiya, oyoq terisi va tirnoq kasalliklarini davolash. Markazning imkoniyatlari quyidagicha: 160 dan ortiq bemorga statsionar davolash uchun o'rinlar mavjud. Maslahat poliklinikasi bir smenada 100 nafargacha bemor qabul qila oladi. Zamonaviy laboratoriyalar, teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tashxislash va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. 96 nafar yuqori malakali shifokor, ulardan 13 nafari tibbiyot fanlari doktori, 23 nafari tibbiyot fanlari nomzodidir. Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi quyidagi innovatsion xizmatlarni taklif etadi: vitiligo kasalligida avtomelanotitlarni ko'chirish, terining rang o'zgarishiga qarshi innovatsion usul. T-pigment sohasini dermabraziya, ya'ni apparat yordamida dermabraziya qilamiz va shu sohaga keyinchalik o'sha tayyor bo'lgan melanosit hujayralarimizni qo'yamiz va shu sohani maxsus materiallarimiz bor, xirurgik materiallar. O'shalar orqali yopib qo'yamiz. Shunda amaliyotdan keyin bemor qo'li sohasida joylashgan bo'lsa, bu 7 kun davomida bog'lovlar turadi. Ya'ni bemorlar hech qanaqa perevyaskalar yoki boshqa narsalar qilishlisi shart bo'lmaydi. Soch va qosh ekish, tabiiy soch tiklash, videotrixodermatoskopiya, soch va bosh terini batafsil diagnostika qilish. Hozirgi kunda biz 5000 tadan ortiq soch ekish jarayonini o'tkazganmiz, hammasi muvaffaqiyatli. Asosan bemorlarimiz 70% bu o'zbekistonlik, 30% bu chet el hisoblanadi. Jinsiy a'zolar autoplazma terapiyasi, hujayralar yangilanishini rag'batlantirish. Kondilomalar, kontagiozniy mollyuskalarni davolashda ishlatiladigan uskunasidan biri hisoblanadi. Plastik va estetik jarrohlik, lazer texnologiyalari va zamonaviy jarrohlik usullaridan foydalanish. Hozir biz bemorimizda husnbuzarni davolash muolajasini o'tkazamiz. Bu ko'rib turganingizdek PDL lazer bu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni husnbuzarga ta'sir etuvchi o'sha qon tomirlarni yallig'lanishlarini ketkazish uchun. Bundan tashqari yana propion bakteriya akneni o'ldirish uchun xizmat qiladi bu lazerimiz. Fizioterapevtik davolash usullari, muolajalar orqali teri kasalliklarini davolash. Markaz o'zining yuqori malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalari bilan aholiga eng yaxshi tibbiy xizmatni ko'rsatishga intiladi va aynan bugungi dasturimiz orqali biz sizga markazning bir yo'nalishidagi ko'rsatiladigan xizmatlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Aytish necha kundan keyin boshlandi? 3 kundan keyin. 3 kundan keyin. Endi bu holatda jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar yuqtirgansiz. Endi bu jinsiy yo'l orqali yuqadigan infeksiyalar juda ko'p. Gonoreya, xlamidiya, trichomonada, garnerella degan va bir qancha sifilis bo'lishi mumkin. Endi bu narsani analiz qilib tekshirganimizdan keyin, tahlillar natijasidan keyin sizga aniq xulosa ayta olamiz. Sizdagi hozirgi shikoyatingiz bo'yicha gonoreya bu infeksiyani yuqtirgansiz. Bu infeksiya bilan birga yana qaysi infeksiya qo'shilib kelganini buni faqat analiz tahlillari bera oladi. Ko'pincha holatlarda shunaqa bo'ladiki, shikoyatga qarab
aptekachilar yoki tanish doktorlar yoki boshidan o'tkazgan bemorlar do'stiga bir-biriga tavsiya berishadi. Buni ichgin, buni ichgin, buni ichgin deyiladi va bemorlar chala tuzaladi. Ya'ni bitta infeksiyani o'ldiradi, lekin u bilan qo'shilib kelgan infeksiyani hisobini olinmagan holatda u infeksiyalar yillar mobaynida bizani, ya'ni erkaklik jinsiy faoliyatimizga ta'sir qiladi. Jinsiy faoliyat ta'sir qilganda eng yomoni buni asoratni oldini olish, ya'ni tuzatish. Oldini olishdan ko'ra juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun bu holatda jinsiy zaiflik kuzatilishi mumkin, erta bo'shanish holati kuzatilishi mumkin. Buni hammasini tagida prostatit holatlari yotadi. Endi hozir analizlar, tahlillar qilganimizdan keyin xulosaga qarab sizni davo yo'nalishingizni o'ylab chiqamiz va shunga qarab davolanasiz. Respublika dermatovenerologiya markazini reproduktiv buzilishlar bo'limida reproduktiv buzilish bo'lgan holatlarda ishlatiladigan zamonaviy оборудованияларimiz bor. Bulardan bittasi vibromagnitli lazerli terapiya, bu perional sohadan prostata bezini shamollashida ishlatilinadi. Ikkinchisi bu lazerli vakuumli terapiya deyiladi. Bu jinsiy a'zodagi qon aylanishlarini yaxshilab, o'tdagi trofikani yaxshilab beradi. Bundan tashqari reproduktiv buzilish holatlarida tos chanoq sohasidagi mushaklarni bo'shash hisobiga peshob tuta olmaslik holatlari kuzatiladi. Bu holatlarda bizda eng oxirgi zamonaviy BTL MCL degan kresloyimiz bor. Bu kreslo nima qilib beradi? Bu kreslo o'zidan elektromagnit to'lqin chiqaradi va tos chanoq sohasidagi bo'shashgan, tonusi pasaygan mushaklarni tonus holatiga keltirib beradi va qon aylanishini yaxshilab, innervatsiyasini kuchaytirib beradi. Shuni hisobiga jinsiy zaiflik, erta bo'shanish va prostatit, siydik tutolmaslik holatlarida eng zo'r samarali davo bu MCL kreslo hisoblanadi. MCL kresloni har bir kasallik uchun o'zini alohida programmasi bor va shu programma qo'yilib bemorlarimizni 30 min daqiqasida xuddi dam olgandek o'tirib muolajani qabul qilib ketishadi. Shuni eslatib o'tish kerakki, bu holatlarda Kegel mashg'uloti o'tkazilishi kerak bo'ladi. MCL kreslosi Kegel mashg'ulotini bitta protsedurasi 30 minut olingan protsedurasi 1000 ta mashg'ulotni bajarganni o'rnini bosadi. Agarda sizda reproduktiv buzilishlarga xos bo'lgan kasallik kuzatilsa, Respublika dermatovenerologiya markazi reproduktiv buzilishlar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Bo'limimiz reproduktiv buzilishlar bo'limi bo'lganligi sababli bizda turli xil muolajalar amalga oshiriladi. Xususan, bugun mana shunday muolajalardan biri BTL MCL apparat haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Bu apparatimiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan keltirilgan. Hozirgi kunda biz ayollarda va erkaklarda mana shu apparat yordamida juda ham zo'r muolajalarni amalga oshirmoqdamiz. Xususan, bugun ayollarimizga to'xtaladigan bo'lsak, ayollarda ko'p tug'ruqdan keyin chanoq a'zolari prolapsida, peshob tutolmaslikda juda ham zo'r natijalarni ko'rsatib kelmoqda. Bemor bu muolajaga kelishdan avval birinchi navbatda diagnostik usullardan foydalanib bir qator tekshiruvlarni amalga oshiramiz. Bulardan birinchisi buyrak ultratovush tahlili. Buyrak ultratovush tahlilida hech qanday tosh va katta tuzlarni yo'liga ishonch hosil qilganimizdan keyin bemorimizni, bu patsientimizni muolajaga olsak bo'ladi. Qanday natijalarga erishamiz? Qon devorlarini mustahkamligiga, chanoq a'zolari muskullarini mustahkamligiga, peshob tutolmaslik muammolarini bartaraf qilishga erishamiz. Reproduktiv yoshdagi ayollarda uchraydigan fiziologik va estetik muammolarni hal qiladigan yangi zamonaviy lazerlar o'zidan biri bu AQShda ishlab chiqarilgan CO2 Candela apparati orqali bajariladi.
Bu apparatning funksiyalari juda ko'p bo'lib, birinchidan bu peshob tutolmaslik muammolari, tug'ruqdan keyingi jarayonlarda, jinsiy yo'l orqali yuqadigan har xil infeksiyalarni davolashda yangi davolash usuli hisoblanadi. Plus tomonlardan biri buni yani nasatkasi bir martalik ishlatiladigan nasatka hisoblanadi va bu ishlatilgandan keyin bemorning qo'liga berib yuboriladi va keyingi safar kelganda bemor yana shu nasatkalar bilan kelib yana ishlatsa bo'ladi. Bu amaliyot bajarilganda ayol tinch holatda yotadi, hech qanday his yoki og'riqlar sezmaydi. Olib bo'lgandan keyin yana bemalol uyga borib o'zini faoliyatini bajarishi mumkin bo'ladi. Agar sizda qanaqadir muammolar bo'lsa yoki jinsiy yo'l orqali yuqadigan qanaqadir kasalliklar, shikoyatlar yoki ajralmalar, og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, bizning markazga murojaat qiling va biz qo'ldan kelgancha sizga yordam beramiz.